Assalamu alaykum, hürmetlik savoqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz arab tili tarjima darsligimizning 9-darsini o'qiymiz. Hamda biz ilgirki soatlik darslarimizdan boshlab amaliy tarjima o'rnaklari darslarini boshlagan edik. Hamda biz bugungi darsimizda shu amaliy tarjima o'rnaklari darsimizning davomini o'qiymiz. Ammo o'xshamaydigan tarafi biz bugun xabar tarjima qilishni o'rganamiz. Xabarni qanday tarjima qilamiz? Buningki yangi atalg'ularni qaysi xil shaklda ifodalaymiz, bu haqda so'zlaymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning tunji qilib o'rganmoqchi bo'lgan, o'qimoqchi bo'lgan jumlamiz xabardan e'langan. Men oldin arabchasini bir o'qib bo'lgandan keyin uniki so'zma-so'z tarjima qilib beraman. Ajil murasilul jazira قوات خاصة اعتقلت عناصر الجيش التي سيطرت على مبنى التلفزيون التركي deydi. Hamda acil deganimiz bu ajalat degan fe'ldan chiqqan ismi fa'il. Aldırgıcı, ciddi bo'g'uchi degan ma'noda. Ammo bu yerdagi ma'nosi so'zlasa, bu yerdagi ma'nosi aslida bundan xabarun acil degan gap, tiz xabar degan gap. Hamda buni uyg'ur tilida qiliplashgan buning ma'nosi meydana kelmedi. Ba'zilar tiz xabar deb oldi, ba'zilar chaqmoq xabar deb oldi. Shunga o'xshagan men shu tiz xabar deb oldim. Demak, bu hozirning o'zida yuz bergan jiddiy xabar. Odatda televizorlarning ostida yoki torbatlarda acil deb chiqadi va jiddiy xabar degan bo'ldi. Murasilul jazira. Murasil degan-cho muxbir degan gap. Muxbir. Al jazira, al jazira. Bu ko'p uchraydi. Murasilul jazira, murasilul arabiyya, murasil CNN deb deganga o'xshagan. Quvvat xossa. Bu alohida qism degan gap, alohida qism degan gap. I'taqalat qo'lga oldi degan gap, qo'lga oldi degan gap. Tutdi, qo'lga oldi degan gap. Anasir, anasir degan gap nima? Unsurning ko'pligi unsur degan gap. Unsur. Unsurlar, anasir ko'plik, unsurlar al-jaysh allati saytarat. Ya'ni anasirul jaysh deydi. Jaysh degan nima? Harbiy, askar, armiya degan ma'nolar bor. Ya'ni armiya unsurlarini allati saytarat. Saytarat degan gap egalladi, kontrol qildi, hukmronlik qildi degan ma'noda. Bu yerda kontrol qilgan ala mabna televizyon turki. Turkiya televiziya binasiga ala shunaqa. Demak, Turkiya televiziya binasini kontrol qilgan armiya unsurlarini qo'lga oldi. Quvvat xos alohida qism. Alohida qism Turkiya televiziya binasini kontrol qilib olgan armiya unsurlarini qo'lga oldi deb tarjima qilamiz. Ya'ni ajilning tiz xabar al jazira muxbiri. Alohida qism Turkiya televiziya binasini kontrol qilib olgan armiya unsurlarini qo'lga oldi deganga o'xshagan. Endi masalaga mashq bo'lsin uchun shu qisqa shakldagi xabarlarni berdim, sizlar tarjima qilasizlar. Endi men aslida bergan xabarlarni bergan cümlelerde yeni söz var. Sizler anlap bakman, gerçi anlasanlar mı? Sizler bilgen ma'nosi xabarga tushmaydigan sözler var. Ben muşunu eskertip yukarı yeni sözlerde üst tarafida yeni sözlüklerini berdim. Şu xabarga chiqadigan sözlerden yeni sözlükleri. Mesela El-Ceyş Suri El-Hur El-Med'um min Türkiye yusaytiru ala tis'a qura cedide deydi. Bunun için sizler bilmediğiniz söz qaysi? Asasen yok. Mesela med'um degende sizler nima degan gapdi deb qarashing mumkin. Bu da'mdan chiqqan gap. Da'm degan yardan berdi, qo'lladi, orqa tirak oldi degan gap. Med'um bo'lsa orqa tirak olgan, qo'llagan, yardan bergan degan bo'ldi. Yusaytirni biz tushuntirib bo'ldik. İkincisi quvvat xassa Turkiya bida'min jawi min at-tahaluf tabda'u hamla askariyya ala Jarablus. Jarablus degan shaharning ismi, Jarablus. Quvvat xosini bilisizlar, Turkiya, quvvat xos Turkiyani bilisizlar. Da'min ma'no tarjimasini berdim. Yordami, qo'llash degan gap. Tahaluf degancha ittifoqdosh, birlik, uyushma degan ma'nosi bor. Tabda'u boshlaydi bilisizlar buni hamla askariya. Hamla askariya harbiy harakat degan gap. Bu gap ko'p uchraydi. Harbiy harakat qolganini o'zinglar bog'lashtirib o'zingizga kelib tarjima qilasizlar. Uchinchisi bu istaqbalat vaziratut tijara at-Turkiya Ruhsar Bikjan في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة ووزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد ابن محمد جاسم آل ثاني. Bunu mesela
O'zinglar terjima qilsa, faqat sizlarga nisbatan yangi so'z maqar. Maqarni de terjima qilamiz deb o'ylab qo'yishinglar mumkin. Maqarning ma'nosida badim bino, saroy, o'rin, turalg'u joy degan ma'no bor. O'shuning uchun qaysi mas kelsa, shuni qo'ysizlar. Ham ikkinchisi Murasilul Jazira. Biz buni tushuntirib bo'ldik. Yildirim, ya'ni Turkiya bosh ministri nas'a مع روسيا لإنهاء عدم الاستقرار في سوريا والعراق deydi. Endi Erdoğan yoki Obama yoki Trump deganga o'xshagandek qo'shib ketgansa, shu dedi deganini bildirdi. Tushunamizmi? Shu dedi, shuni so'z ekanligini bildirdi. Yildirim qo'shib ketsa, Yildirim bunday dedi. Nas'a sa'a degan gap tirishchilik ko'rsatdi, yugadi, harakat qildi degan ma'nosi. Ma'a Rossiya, ya'ni Rossiya bilan tirishchilik ko'rsatamiz yoki harakat qilamiz. Li-inha'i adam al-istiqror. Inha degancha oyoqlashtirish degan ma'noda. Oyoqlashtirish uchun adam al-istiqror, muqimsizlikni. Bu bak ko'p uchraydigan so'z. Al-istiqror, adam al-istiqror. Istiqror bo'lsa muqimlik degan bo'ldi. Bu ko'p ta'kidlanadigan so'z. Adam al-istiqror bo'lsa muqimsizlik. Istiqrorul iqtisodiy muqimlik, iqtisodil amni, bexatarlik muqimligi deganga o'xshagan. Suriya va Iroqdagi. Endi buni o'lchami terjimasi qilib bo'ldi. Yildirim dedi. Rossiya bilan birlikda Suriya va Iroqdagi muqimsizlikni oyoqlashtirish uchun harakat qilamiz yoki tirishchilik ko'rsatamiz deb tarjima qilsak bo'ladi. Endi sizlarga shularni qisqa xabar berdim, mashq bo'lish uchun. Buni sizlar ishlaysizlar. Bu xabarlarda chiqadigan yangi so'zliklarni men ustida berdim. Masalan, Vazirul Xorijiya Turkiy yajibu himayata 3 malayin va nisf milyon madani fi madinat Idlib dedi. Esingizda bo'lsa, shaharning ismlarini sizlar bilmasanglar bu nim degan gapni deb lug'atni insonlar chiqmaydi, qiynalib ketasizlar. Esingizda bo'lsa, shaharning ismimi emasmi deganni bir o'ylanib beqishinglar kerak ba'zi so'zlarda. Idlib degan shaharning ismi shunday-ku. Endi buning ichida sizlar bilmaydigan so'z bormi? Faqat sizlar bilmaydigan qaysi madaniy. Bu aholi degan gap, aholi. Aholi. İkincisi el-meblagul mali allazi tadfa'uhu al-Vilayat al-Muttahida بمنظمة غولان عبر المدارس الخاصة 800 أو 850 مليون دولار. المنظمة degan yangi bo'lishi mumkin. Bu tashkilot, komitet degan ma'noda. Munazzimat Golan bo'lsa, Golan tashkiloti degan gap. قال الرئيس التركي السابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل تهديدا عالميا لسياسته وأقواله التي لا تعترف بأي قيم أو مبادئ. Bunun için de sizler bilmediğin fakat bir tane söz var. O qaysi deganda yumathil, mathali yumathil. Asıl gövdlendirdi. Şunda o. Bunun bir yerinde tanımlayın. Şekillendirdi. De tercüme kılınız. Yani dünyavi xalqaralıq təhdid keltirdi, yoki xalqaralıq təhdid şekillendirdi, yoki təhdid peyda qıldı deb tercüme qılsaq болады. Endi bugungi darsimizdagi 3-chi xabar mazmuni Acil Qanatul Jazira. Endi Qanatul Jazira degani qanat degan kanal degan gap. Al Jazira kanali Hizbul Adala va Tanmiyat at-Turki yad'u jami'a munasirihi bit-tawajjuh li matari Atatürk بإسطنبول لاستقبال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. حزب degani nima? Partiya degan gap, partiya. Bu ko'p uchraysizlarga. Al-adala, adolat, tanmiya, taraqqiyot, at-Turkiy degan Turkiya gap. Turkiya adolat va taraqqiyot partiyasi yad'u chaqirdi jami' munasiri. Ham qo'llovchi barliq nimalardan munosib degan nima qo'llovchilar degan gap. Nasira yordamlash degan gap, yordam beruvchi degan gap. Bu yerda tarjima qilamiz. Qo'llovchilar deymiz. Chaqirdi barliq qo'llovchilarni bitavajjuh, yuzlanish degan gap. Tavajjuh qanday qildi? Yuzlandi degan ma'noda. Yuzlanishga, ya'ni minishqa degan gap yoki berishqa limatar Atatürk bi Istanbul. Istanbul Atatürk aerodromiga berishqa chaqirdi barliq qo'llovchilarni shunday-ku. Nimishqa لاستقبال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. Cumhur reisi Recep Tayyip Erdoğan'ı kütüveriş üçün.
Demek endi buni o'lchamli shaklda tarjima qilsak nima bo'ladi? Turkiya Adolat va taraqqiyot partiyasi barliq qo'llovchilarini Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ı kutib olish uchun İstanbul Atatürk aerodromiga berishga chaqirdi deb tarjima qilsak bo'ladi. Yoki buni güzel tarjima qilsak, u texmi yaxshi. Unda o'sha masalaga yana shu dana qisqa xabar berdim, buni sizlar tarjima qilasizlar. Erdoğan chiqit. Shunday-ku, Erdo'g'anning gapi degan gapimda. La nuridu abadan an tatahawwala Idlib ila buhayrati dima. Buhayra bilasizlar, shunday-ku, bahrning kichikiltirilmasi. Zon tarjima qilib qo'yinglar. Ikkinchisi Erdo'g'an inna hil al-qadaya yatimmu abar al-hudu wal mufawadat va diplomasiya. Ya'ni qadaya degan gap, masala degan gap. Hal qilish shunday-ku. Ma abara degan gap, orqiqlik degan gap, ha? Mufavidat jo suhbat degan gap. Üçüncüsü senestemirru fi tariqina nahwu tahrir al-aradi Suriye ve da'mi duyufina Suriyin fi Türkiye ve jami'al mazlumin fil alam. Bunu sizlar bilmaydigan so'z yo'q. Mushu bo'yicha tarjima qilasizlar. Unda bo'lsa mashqlarimiz ko'p bo'lib ketdi. Biz bugungi darsimiz mushu yergacha bo'ladi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت